Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi obzorimizda Zikr 001 Yuza Sport pozitsiyamiz. Xo'sh. Bu avtomobilimizda ichki salonda o'tiribmiz. Ko'rib turganlaringizdek, jihozlangan koja nappa и tepalari Alcantara bilan, qora Alcantara. Avtomobilimizni maksimal skorosti 200 km gacha 0 dan 100 ga 3 sekund chiqadi. Avtomobilimiz 789 ot kuchiga ega. Bir zaryadka bilan 656 km/gacha yurib bera oladi. Avtomobilimiz ikki motor bilan jihozlangan, ya'ni oldin orqadan harakatlanadi. Avtomobilimizning ichki salonida ko'rib turganingizdek водительский и пассажирский sidinamizda обдув, обогрев и massaj sidinalari mavjud. Orqadagi passajirlar uchun обогрев sidina и ularga yarasha o'ziga yarasha komfortlarimiz bor. Ya'ni orqa sidinamizda ham triklon, nakloni bor, oldi orqaga qiladigan. Avtomobilimizni jihozlari kelgan bo'lsa, kameralar bu 540 kamera bilan jihozlangan. Kameralarimiz juda Xo'sh, avtomobilimizda sidina pamyati bor. Sidina pamyatni masalan o'zgartirasiz, bu yerga kelib chiqadi. Sidinani, bokovoykani, rol и monitor hammasini o'zingizga to'g'ri nastroykalar saqlanganini bosasiz. Bo'ldi. Avtomobilga o'tirganingizda, tormozni bosganingizda o'zi sizga nastroy beradi. Ya'ni rolni teparoqqa o'zingiz qanday nastroy qilsangiz o'zingizga moslashtirib beradi. Avtomobilingizda также avtomobilda o'zining zavodskiy sirenalari ham mavjud. Buni ham ko'rsatib ketishim kerak. Mana kuchuklar, mushuklarning ovozlarini qo'ysangiz bo'ladi. Tashqaridagi kolonkadan chiqarib beradi bu ovozlarni. Также голос yozib qo'ygan, golosga bostirib gapirsangiz, tashqaridan mikrofonga gapirganda chiqarib beradi tashqarida. Masalan, shoxobda turganingizda iltimos chekiga o'ting desangiz, shunda bu ham o'ziga yarasha tasvirlaydi. Xo'sh, avtomobilimiz 27 ta spiker bilan jihozlangan va bitta subwooferimiz bor. 18 ta Yamaha kolonkasi bilan jihozlangan. Sifati kolonkaniki yaxshi. Keyin ko'p mijozlarimizni ichida savollar bo'lib qoladi. Ya bardachokni qanday ochaman deydi. Mana bu yerda bunaqa qilib ochadi. Hozir bu Yuza Sport pozitsiyasida yana обновление degan обновление qilsangiz, ya'ni ochish knopkasini bosasiz, bosganingizda sразу komanda ochilmaydi-yu, sizga kod beradi. Ya'ni bir bossangiz kod chiqadi. Ya'ni o'zingizning shaxsiy kodingizni terib, keyin ochsangiz bo'ladi. Ya'ni как shaxsiy seyf qilib ishlatsangiz ham bo'ladi bu mashinani. Bardachokni. Narsalarni saqlaganda har kim ham ochib ko'ra olmaydi. Head-up display mavjud. Avtomobilimizda tom qismi ham полный panorama bo'lgani uchun savollar bo'lishi mumkin. Masalan, quyosh o'tkazib yubormaydimi? Yo'q. Bu gazoviy tom. Qoraytirib avtotemniy bor. Qoraytirib olsangiz quyosh o'tmaydi. Также men водитель qilsam bo'ladi. Orqadagi passajirdagi odamlar ham nastroyga qilsa bo'ladi patologlarni. Ya'ni подогрев sidinalarni qo'shish, klimat kontrollarni, muzikani, hammasi uchun mana bu yerda ijobiy monitorimiz bor. Xo'sh. Avtomobilimizda yana bir marta eslatib o'taman, bu lidar jihozlangan avtomobilimizda, ya'ni avtopilot, avtoparkovka, bu